Endi Avon mahsulotlari Faberlic platformasida. Qizlar, to'g'ri eshitdingiz siz. Bugundan boshlab Faberlic jurnalidan Avon mahsulotlarini ham zakaz qilishingiz mumkin. Bu juda ham zo'r imkoniyat bo'ladi. Faberlic kompaniyasi bugungi kungacha 8 ta kompaniyani sotib olgan va birgalikda ishlayapti. Ya'niki Faberlic brendi ostida shu kompaniyalar o'z tovarlarini, mahsulotlarini sotuvga chiqaryapti. Kechagina Avon kompaniyasi bilan shunaqa zo'r shartnoma tuzishdi. Endi siz Avon mahsulotlarini Faberlic jurnalidan zakaz qilishingiz mumkin. Agar sizga Avonda tovarlari yo'qsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xohlasangiz registratsiyadan o'tkazib, juda ham to'g'ri, tartibli marketing plan asosida qo'shimcha daromadlar olasiz va sevimli mahsulotlaringizni ishlatib yoki sotib foyda ko'rasiz. Buning uchun kommentariyaga plus belgisini qoldirsangiz, men o'zim sizga aloqaga chiqaman va sizga to'g'ri komanda tuzish yo'llarini hammasini o'rgataman.